Qudratilla aka, yaqinda to'yim, uyimni remont qilishim kerak. 90-100 kvadrat atrofida qanchada bitirishimni bilolmayapman. Keling birga hisob qilamiz. Xo'p, devorni o'rnatish перегородкаga necha kun ketadi? 3-4 kun. Elektrik ishlarigacha, 4-5 kun. santexnika ishlariga, 4-5 kun. to'pli pol ishlariga, Ko'plik bo'lib 2-3 kunda qilsa bo'ladi. stяжка qurish bilan necha kun? Stashka o'zi 1-2 kunda quyib ketadi, qurish bilan 4 kun. Kafel ishlari, Kafel где-то 1 haftada qilsa bo'ladi. patolog qoqish, Patolog qoqish sложностiga qarab turib 1 hafta 10 kun. ana devor, shpaklovka, shkuter, xullas malyar ishlariga qancha? 1 oy 35 kun hisob olaverasiz. Tarket o'rnatish, 1-2 kun. santexnika ustanovkasi, Santexnika bilan elektrika ustanovkasiga 2-3 kun bo'ladi maksimum. eshiklarni o'rnatib ketishga, Eshiklarni oldinroq zakaz berish kerak, 1 kunda o'rnatib ketadi. mebelchi, Mebel ustanovkasini ham 1 oy oldin zakaz berasiz, ular 1 hafta ishlashadi. Umumiy hisoblaganingizda 2,5-3 oyda remontingiz yakunlanadi. qaysi kompaniyani maslahat berasiz? Albatta Asa Building.